Yoshlikning har bir daqiqasidan foydalanish kerak. Zero bu davr harakat va kashfiyot davri hisoblanadi. Harakatchan va doim yangiliklarga tayyor yoshlar esa bolalik paytlaridan ajralib turishi bor gap. Yurtimizning har bir burchagida yoshlar rivojlanishi uchun imkoniyatlar talaygina. Muxbirimiz Qoraqalpog'iston Respublikasidagi faol yoshlardan biri bilan suhbatlashdi. Hozir shu haqda. Bilim quvib men qalag'a safar chekkende, anam mening birga uzatib sendi. Bu qatorlar Ibrohim bobomizning biz yoshlarga qarata yoshlik choqning eng go'zal davri ekanligini yana bir bora tasdiqlaydi. Biz ayni damda Nukus davlat pedagogika institutidamiz. Bu joydagi faol yoshlarning bugungi kundagi yutuqlari bilan so'z etamiz. U har kuni institutga faqat dars uchun emas, yangiliklar yaratish uchun keladi. Sababi men Xo'jayli tumanidan qatnayman. Kelishim orzonga tushmaydi, deydi Jasurbek. U 20 yoshda. Uning bu yoshgacha yutuqlari yuragidagi jo'shqini bizni hayratlantirdi. 7 yil davomida O'zbekiston bolalar tashkiloti sardor bo'lib, o'qishga aynan Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston yoshlar ittifoqi faol a'zolariga beriladigan Vazirlar Mahkamasining 914-sonli qarori bilan muddatdan oldin imtihonlarsiz faqatgina suhbat asosida qabul qilinganman va pedagogika sohasiga berilgan bu grantni o'zim xohish qilib, aynan Nukus davlat pedagogika institutining tarix fakulteti tarix ta'lim yo'nalishini saylaganman. Lider yoshimiz bir qancha ijtimoiy va startap loyihalarini amalga oshirgan. Bu faolligi yuzasidan qo'shamiyat mukofoti nasib qilgani uni yanada katta marralarni zabt etishga undagan. Har bitta yutuqqa erishgan paytim men ota-onamni eslayman. Chunki har qanday vaziyatda ular meni so'zimni so'ylaydi. Har qanday vaziyatda ular meni himoya qilishga, ularni yaxshi ko'raman va juda qadrlayman. Juda katta rahmat ota-onamga aytaman. Aslida har bir yutuq bu ota-onamizning to'g'ri tarbiyasi va duosi orqasidadir. Bilim bo'lsa hayotdagi beshikdan qabrgacha bo'lgan hayot chirog'imiz. O'z bilimlari orqasidan intilgan zamondoshimiz chet elda ham tajriba o'tashga erishgan. 2023-yil yoz oyida Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning yoshlari uchun yosh jurnalistlar forumi tashkil qilingan va O'zbekistondan ikkita faol yosh saralab olish jarayonida aynan men saralab olinganim bu bir Qoraqalpog'iston yoshlariga bo'lgan bir davlatimizning bir ishonchi deb ayta olaman. Yoshlik bu harakat va kashfiyot davri. Bu davrda inson o'zining kimligini anglaydi va orzular shakllantiriladi. Bugungi qahramonimiz ham shular jumlasidan. Bu kun Sinar Qalibekova, Qoraqalpog'iston.